Grafa qarab aytsangiz. Ben bundan ko'zimni qurg'isini qaylab qolgan dedi. Siz bu Qashqardan keldingiz. Gazetede ishimiz tunishqili pek uzoq bo'ldi lekin müzik çaldırma deb tazi ben bilan 100 turani ko'rishib bilan ada bir ishlab ketdik. Qashqardan taqa yaqin qaytib keldingiz a? Ha. Yaqin qaytib kelib bilan adash Naqshbod degan. Bakchiroq Naqshga. O'zing ijodiyatga tekishimiz o'zingga. Ha. Shuning bilan ya bu Naqshning xizmati tugdi. Chiqilib chiqcha basil vetdimi deyish. Yo'q. Dasadash vaqt tutiblar, unga chipitlar. Nice. Meni yolg'iz qoldi deb yog'dimi yomg'ir. Meni yolg'iz qoldi deb. To'g'ri. Pek so'z aytdingiz lekin men axir chiraqqa not tushdi. Moto'g'an. Not tushdi, not. Meni yolg'iz qoldi deb yog'dimi yomg'ir. Yürekleri laqtiqon deb yog'dimi yomg'ir. Ne o be? Tamam, miyada mudaq qilib o'tirsiz. Yaqin. Yaqin. Otdagi. Aşağıda şey. Meni dadam ot vaqt dana deyish. Otning tazi bijalar juqib qilib Ha? O'zimni bir ko'zlayasizlar. Men pek ustaytdim de shundan siz nima deydi deb sanab qo'ygan. Bir kelay. Ma'qul. Aş yağmur, çanmasın yağmur. Mikrofon ayakta Yok ben bunda sılı yaqa, sılı manqara bunda bir şey loşitmasam yaxşı qo'tqoqsayım deb qoldi ekan. Ya, mikrofon qarab aytsangiz. Ben bundan ko'zimni qurg'u sılı qaylab qolgan o'tqan dedi. Bütün kallam sılı dazı. Şurada o'zimni hissiyat peyz qo'ysa bosh to'xtab bo'lma dedi. Yana qanday qilaman deb kallam bütün sıltır oldu. Mikrofon qarab aytdim. Tani. Manash mod bo'ldi jimom. Ha? Manash mod bo'ldi. Bek 5 yil bo'lib ketmay qolsin bosh. Angliq odam o'tib turadi. To'xtali ekan. Yaqdaş, masallan musiqa feyzi. Mening ovozim edish, men ovoz artisa, ay birodar. Deb bu ovozim menga mos kelmaydi naqshga lekin sizning musiqa mening bütün aybimni yibib hozir. Mesela sizninki kino ovoz yazsanglar, masalan, ilqimizdan rol chiqsanglar, ey Ag'ina degan gapni, ey Ag'ina deb o'zgartirib oldi emasmi? Shuning uchun sizning aybingni biz yeb ketgandek, mening aybimni siz yeb borsizlar deyish. Abdulla bazli qanday tasirlasa bular. Bunda bo'lsa adash Naqshning o'rniga app bo'ldi oq. Payz chiqdi. Ishqilib ko'zdan o'sanash, men yomon ekansiz. Yaqsa namını cıqanlab ketdi ko'rdi. Rahmat. Biz xotandan men Ag'inimiz ismoz adash. Bekir. Bakriya. Shuning bilan bu eng qiziq bo'lgan ish bugun. Yomg'ir degan temizlik Naqshining reyni chiqaramadi o'qatdi. Shunga adash bu yomg'ir reyni tepansam, xotanlik Ag'in bilan Alisher unutib qolman dedi. Yine bir qiziq ish bek so'rg'in bor. Bu ovoz bergan ovozingiz bilan nima ish men Naqshidagi ovozingiz ikki dunyo. Bek inchikka millat ovozingiz. Endi men bu ovoz bergan vaqtda ilqim bu har bir shaxsningki obraziga qarab turib, masalan, Hindiston filmlari, mayli Amerikadan bo'lsin, ilqi, "Ay, birodar, sening bu o'ylaganlaring hech meniki o'xshamaydi." deb manda berib lekin Naqshi kelganchaqda masalan, "Yaqin yomg'ir." Inchikma. Ilqi o'zimning asla bosmishdan inchikka, lekin film uchga o'zim bilmay tomlashib ketgan otdan. Abay dedem o'ziga. Balkim Naqshning rizqib qolsa u tabiiy qo'lib ketdi. Agarda bo'lmay qolsa, lekin men Naqshingizda bir odam anildilar, bu bir odam tutib turadi deb men Naqshni shovchan qilgan edik Naqsh. Rahmat. Men tek hozir qadar bir Naqshmiyada o'tirib, men müze sayfan berib, uni bunda baho berib boqmadim. Rahmat jinim adash. Chunki men Naqshsiz Rossiyamanki. Rahmat adash qilib. Sizlarni bek jiq jabal silvatdim. Men bek oldirtib, chunki nima ish qilsa hozir yomg'ir yog'dan vaqt yiqilish qolgan ekan. Film tatsi. U film tatimiz buni kirishtirib taqdi bir amazga tashviqotini qilib balliq to'ntib qo'ygacha. Ana bosh qish kelaversa, qattiq qayiq bo'lsa men qo'yib, yomg'ir yog'adi deb shusam. Qilmashmay qolmsin deb sizlarni kelib oldirtib etdim jinim aqinam. Xudo yukadash. Rahmat. Sizmi shu? Chapadatdan bugun. Rahmat. Rahmat. Pula pulama yerib ketdim. Yo'q, men hech qanday japa topmadim bu yerda. Bu japadan tegi yetdim deysan. Ey, rahmat. Rahmat adash. Yaqin yomg'ir dardlari